Endi 4-darsimiz ta harfi. Ta harfi ham b ga qarindosh harflardan, ya'ni ko'rinishi o'xshab ketadi. B biz o'tganlardan tag'in n. Qarang, mana b satr bo'ylab yozilyapti, nun satrni ostiga tushyapti. Bitta takrorlab beraylik shu joyini mana. Nun satrni ostiga tushyapti. Mana chiziqcha bizda satr deyiladi. Satrni ostiga, b satr ustida. Muxolifat hozir pastga tushishi kerak. Bitta noto'g'ri bo'lib qolgan. Satr ostida. Mana hozir men yerda ko'riladi. Bitta liniya, bitta satrga yozdim. B satr bo'ylab yotibdi. Nun satr ostida bo'lib qoldi. Misol uchun taglarga chizib qo'ysam, qarang, b satr ostida, nun satr tagida. Ta ham 4 ta ko'rinishga ega. Ta ham 4 xil ko'rinishga ega. Alohida shaklida, so'z boshida, so'z o'rtasida, so'z oxirida. Tagiga bitta nuqta chizib qo'ysak b, bitta nuqta chizsak b. Endi tepaga ikkita nuqta chizib qo'ysak t. Bunda inshaalloh muammo yo'q. So'zlarni o'qisam qarab turing. Mana o'qishcha ko'rsatyapti. Rasmda kim bu tarafda? O'g'il. Buni rus tilida murskoy deydi. Sen. Qiz bola bunga qarab turib anta deyapti. Anta degani sen degani. Kimga nisbatan? O'g'il bolaga. Endi bu yerda o'g'il bola qiz bolani ko'rsatyapti. Qiz bolaga nisbatan sen demoqchi bo'lsak biz anti deymiz. Anti sen degani. Mana bu yerda yozib turibdi. Anti sen. Anta ham sen faqat o'g'il bolaga, qiz bolaga. Женский, мужской. Xo'sh, mana endi bitta qizchani rasmi turibdi. Qiz bint bo'lyapti. Bint. Kim yodlashga qiynalsa, qo'lingizni kesib olsangiz, atpatingizni kesib olsangiz nima o'raysiz? Bint o'raysiz. Bint qiz degani, ya'ni bitta dona qiz bo'lsa, qiz. Bint. Xo'p, endi qizlar bo'ladigan bo'lsa, bitta, ikkita, uchta. Ko'pligi banat bo'lar ekan. Qizlar banat. Mana bint qiz, banat qizlar. Anta sen o'g'il bola deyapti, ya'ni o'g'il bolaga nisbatan sen deyapti. Anti sen deyapti qiz bolaga nisbatan. Anti sen. Endi so'zlar kim esida qoldi? Bint nima deganingni esingizda yo'q bo'lsa, tepaga qaytarib bitta yodlab olib, keyin pastdan mana shu yerda ko'rib javob bering. Ya'ni videoni ham to'xtatib. Bint qiz degani. Banat nima edi? Qizlar. Anta to'g'ri sen. Qiz bolagami, o'g'il bolagami? To'ppa-to'g'ri o'g'il bolaga. Anti sen deganingda to'g'ri o'g'il bolagami, qiz bolagami? Женскийmi, мужскойmi? Ha, женский. Mashalloh, to'ppa-to'g'ri. Anti sen faqat qiz bolaga nisbatan. Shu so'zlarni yodlab borsangiz, biling, alifbodagi so'zlaringiz zo'r bo'ladi, faqat ishlatish kerak buni. Gap tuzish kerak. Gap tuzish uchun ustoz bilan bog'lanish kerak ko'proq. Mana men gap tuzdim, bitta ko'rib bering, ustoz deyishingiz mumkin, bemalol.